Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz bugun bir katay yasadik, shuni ilinib sizlarga videosini tashlayapman. Buni zoli tomimiz uzunligi 240 cm, 120 dan bo'lindi o'rtadan. Bu addeni bo'lgan. Ikkita kurkuto bo'lsa, bolasini boqib taqib yaraydigan darajada bo'lgan. Hozir shuni sizga izohlab o'taman. Eshiklari ochiladi, eshigi kattagina bo'lgan. O'rtada fanera ajraydi. Xonasi mavjud. Ikki tomondan ham ikkovdek qilingan. Xonasi. O'rtadagi fanerimiz olib qo'yog'i qilingan. Ya'ni mana bu sug'uriladi. Yon tomoni 90 cm, bo'yi ham 90 cm bo'lgan. Bu ham xuddi shunday mana eshiklar ochiladi, xudo xolisa. Ochiladi, eshiklar ochiladi. Hisobda 2 xonali kvartira desa ham bo'laveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshko'z Shabodi 8 90 516 93 516 100 raqamimiz. Farg'ona viloyatida. Jo'ja katayimiz yonidagi 120 ga 45 ga 50 yoni. Bu ham bir 20 jo'jani boqimli darajada bo'ladi. Qo'shimcha bularimiz bor, 2 metr, narigimiz 2-3 metr. Bu 2 metrligimiz 700 ming so'm. Bu birinchi aytganimiz 2 ga bo'linganimiz 800 ming so'm buni bo'lishi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.